Bunaqasi hali bo'lmagan. Rossiyada gaz va Bugatti aralashmasidan Volgatti paydo bo'ldi. Ustalar guruhi klassik Gaz 21 Volgani zamonaviy Bugatti Chiron dizayni bilan qorishtirib, birlashtirib, chatishtirib, yangi superkarni yaratishdi. Modelning nomi ham chatishgan Volgatti. Uning platformasi BMW 6 seriyasidagi E63 asosida ishlangan. Dvigateli 4.4 litrli V8. G'ildiraklari oldida 20 talik, orqada 21 talik. Shuningdek, soatiga 100 km tezlikda harakatlanayotganda avtomatik tarzda spoiler ochiladi. Old kapotida Gaz 21 dan qolgan haykalchasi ham mavjud. Unga $120 ming va 3 yil mehnat ketgan. Bu yangilik internetda tarqalganida rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmagan edi. Balki hozirga kelib hammasi qonuniylashtirilgandir. Shuningdek, cheklangan seriyada uni ishlab chiqarish ham ko'zda tutilgan. Mana shunday tarix va kelajak uyg'unlashgan avtomobilni haydagan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozing.